Abduqodir Husanovning tadbirlarga chaqirilishi va uni har xil blogerlar qurshovida qolib ketishi Manchester City muxlislariga yoqmayapti. Assalomu alaykum. Bugun futbolning bugungi videosida Man City muxlislarining Husanov borasida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga bildirgan e'tirozlarini ko'rib chiqamiz. Sportga qiziqasizmi? Unda sizda katta daromad egasi bo'lish imkoniyati bor. Sizlar uchun kanalimiz hamkori Adinix eng yuqori koeffitsiyentlarni taqdim etadi. Sevimli jamoangizni qo'llab-quvvatlang. Manchester City klubi muxlislari O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini keskin tanqid qilmoqda. Ular jamoaning Instagram sahifasida o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov haqida joylangan post ostida UFAga murojaat yozib qoldirmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Abduqodir Husanov bilan bog'liq vaziyatlarda uning xavfsizligiga e'tibor qaratmayapsiz. Shuni unutmangki, Husanovning xavfsizligiga aynan siz javobgarsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolardan ko'rinib turibdiki, uning atrofini ko'plab tanigan va tanimagan insonlar o'rab olgan. Bu futbolchini yaxshigina chalg'ityapti va asabiylashishiga sabab bo'lmoqda. Uning xavfsiz va nazorat ostida bo'lishini ta'minlash sizning burchingiz. Xoh O'zbekistonda bo'lsin, xoh terma jamoa bilan xorij safarlariga chiqqanida bo'lsin, uning xavfsizligiga javobgarsiz. Husanovning bo'sh vaqtini behuda narsalarga sarflamang. E'tiborni ortiqcha narsalarga chalg'itmang va futbolchilik faoliyati doimo birinchi o'rinda bo'lsin. Sizlarning bunday boshqaruvingiz va e'tiborsizligingizni shunchaki qabul qilib bo'lmaydi. Ishingizni yaxshiroq bajarishga harakat qiling deb yoziladi izohda. Trenirovka bo'ldi-ku, Abduqodir Husanovdan intervyu olishdi. Juda ko'p bo'lib ketdi. Jurnalist men unaqa ko'rmaganman. Men shu gapingizga bitta narsa aytib ketaman, Ahror. Kecha hech qayerda aytmayman dedim, lekin bari aytaman. Shu yerda aytib ketay. Yosh jurnalist yigit-qizlarimizga avvalo omad tilayman. Bu sohaga kirib kelayotgan. Bobur aka buni jurnalist sifatida. Men endi jurnalistlikka da'voyim bo'lmasa ham, lekin bir paytlar biz ham shunaqa yurganmiz, ammo o'rtoqlar, qizlar, o'smirlar, siz Abduqodir Husanov oldiga kelyapsizmi yoki boshqa futbolchini oldiga ham iltimos futbolda F harfiga ozgina tayyorlanib keling. Husanov kim? U Angliyaga borib qolgani uchun emas, yulduz bo'lib qolgani uchun, PR uchun, o'zingizni internet nashringizga yo biror joyingizga ko'p like olib keladigan narsa uchun emas. Abduqodir oldiga borganingizda men nima savol beraman degan narsa bilan boring. Bugun qoning to'qmi, nima ovqat yeding, ishtahang qanaqa degan savol emas. Vatanga kelib nimani his qilyapsiz degan savol emas. Futbolchi savollar beringlar toki Abduqodir qochib ketmasin sizlardan. Bir normal savol beringlar. Bo'lmasa bu sohani tashlaylar qizlarjonlar, xo'pmi? Futbolda va yashil maydonda nima bor sizlarga? Shu Abduqodir kelmaganda kirmasdinglar, shu ertaga kirmaysizlar ham-da. Bo'ldi, sizlarga kerak emas u futbol. Sizlar Husanov uchun keldinglar. Husanov uchun kelayotgan bo'lsanglar, eshigini teyli kutib olinglar, hovlisiga borib. Unaqa futbol jurnalistikasini matbuot anjumanlarida uyaltirmanglar. Men ispanskiy stil bo'ldi sizlarning o'rninglarga borib, men uyalib ketdim. Ozgina futbolni o'rganib kelinglar, o'sha akalardan, dodanglardan, internetdan ozgina o'rganib kelinglar. Shu sizlarga maslahatim, baraka topinglar. Borganinglarni o'zi yaxshi, qurshab oldinglar, bir odamning ko'zi quvnadi, lekin ozgina saviyaga e'tibor bersak, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Ma'lumot o'rnida Husanov 17-mart kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida o'yinlarda ishtirok etish uchun Toshkentga yetib kelgandi. Dastlab u 20-mart kuni Bunyodkor stadionida bo'lib o'tgan O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi o'yinda maydonga tushdi. Milliy terma jamoa safidagi navbatdagi o'yin 25-mart kuni Tehronda Eronga qarshi bo'ladi. Shuningdek, Manchester City futbolchining terma jamoa yig'inidan Manchesterga qaytishi uchun alohida samolyot ham ajratgan. 2026-yilgi Jahon chempionati Osiyo mintaqasi 3-saralash bosqichi 7-turdan keyin O'zbekiston milliy terma jamoasining mundialga chiqish imkoniyati 88% ga yetdi. Bu haqda Football Meets Data xabar berdi. Manbaga ko'ra, 7-turdan keyin Yaponiya va Eronning 1 va 2 o'rin bilan chiqish imkoniyati 100%, Janubiy Koreyada 99% va O'zbekistonniki esa 88% ga baholandi. Ma'lumot o'rnida 3-saralash bosqichi A guruhi 8-tur o'yinlari 25-mart kuni bo'lib o'tadi. Ushbu turda Eron O'zbekistonni qabul qiladi, Qirg'iziston Qatarni mehmon qiladi va Shimoliy Koreya Birlashgan Arab Amirliklari bilan kuch sinashadi. Video borasidagi fikrlaringizni izohlarda yozing. Abduqodir Husanov haqidagi qaynoq videolar uchun esa kanalimizga obuna bo'ling.